xotiningga yetib ovqat sho'r bemiza chiqibdi. Xotin, ovqating sal sho'rroq chiqib qopti. Lattalanmay gapir. Xotin, ovqating sho'r chiqib qopti. Voy bolam, ha bu nima deganing? Shirindan shirin kelinim ovqatlarni qiladi-yu, senga yoqmaydimi? Yoqmasa o'zingga boshqa ovqat ye. Menga yoqdi. Kelin baraka toping. Voy bola, xotiningga ayt. Bugun onasinikiga bormaydi. Oyijon, 3 oy bo'ldi bormaganiga. Borasan deb qo'yuvdim o'zi. Borib kela qolsin. Yo'q, bormaydi dedimmi? Bormaydi. Xotin, bugun oyingga bormaysan, uyda o'tir. Bolam, nima deganing? Hay kelin, men ruxsat beraman. Bemalol borib oyijoningizni ko'rib keling. Hey, Ulug'bek, yak. Ha, oyi, tinchlikmi? O'g'lim, mabodo shu xotiningni haydab borolmaysanmi? Oyi, nima deganingiz bu? Nimaga haydayman? Hazillashyapsizmi? Voy bolam, juda zerikdim-da uyda o'tirib. Haydab bora qol. Bitta haydab ko'r. Oyi, nimaga haydayman? Hech qanaqa aybi yo'q bo'lsa, qizimisiz, birovni farzandi-yu. Ha, shunaqa degan. Mayli, men uchun bir marta haydab ko'r bolam. Oyi, qo'ysiz-chi. Nima deyapsiz? Ulug'bek emas, nima qildim? Nimaga meni haydadingiz? Voy kelin, aman sizni haydatib qo'yamanmi? Ha? Men borman-ku. Hey bola, sen ko'p gapirma, xo'pmi? Yuring kelinim. Men seni haydamadim-ku.